Jarqo'rg'on tumanida giyohvandlik o'simliklari parvarishi bilan bog'liq yana bir jinoiy holat fosh etildi. Joriy yilning 11-may kuni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan Jarqo'rg'on tumanida o'tkazilgan tadbir davomida 1960-yilda tug'ilgan shu tumanda yashovchi gumondor ayolning yashash uyi va yordamchi xo'jaliklari xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda yashash uyining tomorqa qismida quritilgan 2 kilogramm 905 gramm hamda 193 tub ko'knor giyohvandlik o'simligini parvarishlab kelayotganligi aniqlanib, tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar hujjatlashtirib olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Jarqo'rg'on tumanida yana bir holat. 11-may kuni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan tumanda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1941-yilda tug'ilgan Jarqo'rg'on tumanida yashovchi gumondorning yashash uyi va yordamchi xo'jaliklari xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda uyning tomorqa qismida 117 tub ko'knor giyohvandlik o'simligini parvarishlab kelayotganligi aniqlanib, tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar hujjatlashtirib olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Aziz fuqarolar, agarda siz ham shubhali shaxslar yoki giyohvandlik bilan bog'liq holatlar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, befarq bo'lmang. Stop Narkobot Telegram kanali yoki 112 qisqa ishonch raqami hamda 76 kodi bilan 228 02 72 raqamlari orqali xabar bering. Unutmang, jamiyat xavfsizligi har birimizning mas'uliyatimiz.